nafas yo'li shamollashlariga, o'simlik bargini aytaman. Hozir buni bilib olsangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Har xil turdagi dori mahsulotlaridan foydalangandan ko'ra bundan choy damlab ichsangiz ajoyib choy bo'ladi. Mana bu o'zimizda ma'lum mashhur biladigan qulupnayni bargi hisoblanadi. Qulupnay bargini soya salqin joyda olib quritib qo'yasiz. Quritib qo'yganingizdan so'ng quyosh nuri tushmagan bo'lishi kerak, chunki xlorofil donachalari tushib ketadi bunda. Buni olib 3-4 bo'lagini donasini olib 1 litr choynikka solib qurigandan so'ng choy qilib damlab ichsangiz nafas yo'li shamollashlarga yaxshi foyda qiladi. Ozroq asal qo'shsangiz ham bo'ladi, tabga yarasha. Bo'lmasa o'zini damlab ichsangiz bo'ladi. Bu kabi ajoyib choylar, ya'ni tarkiblar Alisher Abdullayev YouTube kanalimizda va Instagram sahifalarimizda kuzatib borishingiz mumkin. Bulardan qanaqangi salbiy bezovtalik holatlar bo'ladigan bo'lsa, videolarimiz davomida telefon raqamlarimiz bor. Shu telefon raqamlarimiz orqali telefon qilib bog'lansangizlar, o'sha holatlardagi bezovtaliklarga ya'ni maslahat beramiz. O'shanday holatlar bo'lmasligi uchun. Sog' bo'ling, profilimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan yaxshi ajoyib tabiiy usullar bizning profilda bo'ladi, xudo xohlasa.